Bekçil olup ketdim. Ama men xonimsiz telefon yetib oldi. Shuncha avatmayli degan men xoni. Hozirgi topshirib bo'lmasa bo'lmaydi, materialni kirib. Ro'shangul, yaqin ichilgan talla bozorining tizimligini akab bering, hozir qarab. Menimcha men hozir. Voy, nima bo'lib qolishma? Bosh direktor tek kammi dedi-ha. Agar muhim ish bo'lib qolsa, endi yo'q, ishim bordi. Nima ishga hech bosh direktor ketganmaydi? Voy, nima qarorimiz bor sizning? Kim o'tdi? Qanday aloqasam, qanday gap qilsam siz nima chatdiqsiz? Men bosh direktorni deb beramsiz, yo? Ya, ma'lumot qanday shunda? Qarab, bu yoq bo'lsa, mana bizning bu shirkatning muavin bosh direktori Rayhongul chet eldan yaqinda keldi. Gap so'z bos desang bo'ladi. Voy. Faqat chet eldan kelgan san'ati yo'q. Voy. Qarab, amma. Oh my god. Oh my god, deysiz-ku. Men meselen qilmamsiz. Meselen hal qilish uchun sizning kimligingizni shirkatga nima kerakligingizni bilishim kerak-ku deyman. Şölgeylerini jütitip gap qilama. Men ko'zlarim chacharab ketib bordi. Tushundim. Men sizlarning shirkatdan belni setib olgan. Mazmun masala chiqdi. Siz nizmagi hammaxon achamdan uyga ta'klab kelsam bular deysiz-ku. What? Bo'ldi, dalamani bo'lmash. Chiroyli hal qilaylik. Kelyapman men. Bo'ldi. Yo, to'xtam. Siz bizning maslahatimizni setib olgan shundaq-ku? Shundaq. Unda olsa, nerede setib olgan bo'lsangiz, shu yerga borsiz. Ma degan shirkat. Mayliqi limoningizning uyi emas bu. Men setib olgan yerga borsam, men bunga bir şey keldim. Qanday gapingiz bormi? Masalan, hal qilamiz, qilmamsiz. Bir sizga zo'rlab sotganmi deb zambalni? Maksat korketekmi? Ey, rengisak timiz. Ey, kötküz. Bu kötküz emas. Mazorlab tasavvuran. Yedir mazorlab satılmam ki satmasın. Çenen çıkmadan. Satın hoca. Bana söyleyecek. Asıl ustalatıdır. Müzikka. Ben ne yaptım şimdi? Çoğup gel. Lan. Otur mu? Şunda adapsız. Çıralı kalklayın. Şunda külgüm ki adım adam. Kırmam. Yok işte adam bilemez. Sami bula. Boğun aç. Muavin baş direktör Rayhongul to'g'ri. Joyingizga. Keldim. Yaxshi. Sen otur. Siz bizning maslahatimizni setib olgan deb qo'ying. Bo'ldi. Chiroyli hal qilaylik. Qanday? Başlamışlar yaxshi qilgan bo'lsak, men bu yerga oldi burun ketib qo'ydim. Bekor haqidan so'qlish bo'ldi. Yaxshi. Kiribsa unda adabsizlik qilmasangiz biz sizni bunday muomala qilmaymiz-da. Adabsizlik qilsam o'zimning sizning ishingiz bor. Bu yer chayni. Voy, bo'ldi qiling. Sizni garaz bak oldirib qo'ylaydi. Bunda beshamlik qilsangiz qanday qilamiz? Qanday beshamlik qilgan bo'lsam o'zimning ishi. Qarang, sizga qilsa bu yigit texmi. Yo'q, men siz to'xtang. Buni gap qilmay turgan men sizga dey. Bo'ldi. Mana da Ro'shangul. Ma'qul. Efendim çay iç. Sohbetten çay iç. Özünüz bizden bizim muavin baş direktör Rayhongul'un xapomuz. İşkinlarda bir-birinle sancısanlar. Şöyle kalkmayın. Hoş. Sen de bir siz özünüzün tutuyordu. Efendim. Bir baştan iniğrak kıp söz etmezsiniz. Biz şunun kartı enandık ki bu işini hal kılaylı. Aytaksak bulam da. Bo'ldi. Qani, başdan kelaylik. Bizning mahallaga sizlarning shirkatingizning yangi do'kon ochilibdi-ku. Men bu do'kondan sizlarning yanında ishlagan ichimliklarni setib oldim. Setib olgandan keyin ichimlikning masal chiqdi. Shu ishni hal qilib keldim. Qarang. Endi hozir bizning shirkatning biz maxsus do'kon ochmaymiz. Bizning vakolatchilar ochadi. Endi siz qaysi yangi do'kon dedingiz ya O'ltiraq rayonidagi bir yangi O'ltiraq rayonining ichidagi uni o'zingizlar aniq bilasizlar. Ma'qul. Endi siz shu yer setib olgan shu vakolatchimizniki bir ko'rsangiz tunamsiz? Tunay olmayman. Tunay olamiz. Endi siz bizga bir sirtqi qiyofatini bir tushuntirib beradimsiz? Taka, diqmoq, shunchalik sat qo'shiq va intayin qo'pol sat bir kat. Prikatchik emas, shu vakolatchi. Vakolatchi. Mijozning o'salligi bir mening. Doğulaq sen sat uruşqa. Shunaqa? İsmini bilamsiz? Siz haqdan bir narsa setib olsangiz, ismini so'rab setib olganimga o'xshamamsiz. Siz hozir dedingiz-ku men bodim takanlashdim deb. Bodim takanlashdim, men haqning ismini so'rab o'tiramdim bu yerda. Qancha pulni setib olgan? Bozor bahosini 8 yon arzon setib olgan. Biz yaqin yoqqa faoliyat qilmadik-ku deyman. Demak, u bizning maqsad emas. Faoliyat qilamsizlar, qilmamsizlar, o'zingizning shirkatimning do'koninglarning ishi. Lekin men setib olgan mahsulotda sizlarning shirkatinglarning markasi bor.
Şu an men keldim sizlarni izlab. Şu seti vaqtimizni yaxshi turib keldingizmi sen? Mesele çıktı. Mesele. Zaten ben mesele çıkışqa keldim davatime. Mening balam işçilikni içip 2 kun uda qo'sig og'rib, doktorxona kirib qolgan. Tekshirasam ishchilikdan zaharlanibdi deb isbot chiqib berdi. Qarang, men yana Doktor, gapiga diqqat qilsaqmi? Ichimlikdan zaharlanibdi deydi. Hozir doktorxonada zaharlansa ichimlikdan, tomoqdan deb ayirib bermaydi-ku deyman. Ayırıp verirken işçilikten zaharlandı, degaç işçilikten zaharlandı dedim. Onu ayirib ber. Men demoqchi heli qadam kelaylik. Shu semiz to'g'laq odamningki ko'zi sal og'riqmikan. Ro'shanga anda olsa bu aniq bo'ldi. Bayayliqi sizlar menga deb berganliqi. Sho'xsho nima men Qosim, cho'qim shu Qosimning do'koni ekansiz. Demak, sizning bolangiz shu ashadan necha pulni oldingiz? Pazar bahasini 800 nereden setib oldim. Tas qapti maktab 100 ishik setib olgan. 100 ishik setib olgan bo'lsam ish bo'larkan menga. 8 qo'y ayazar? Ben dedim-ku biz onda faaliyetini qilmasak demekçi. O da kazaplık kıvatamda uqmayı. Kazaplık kıvatamda demem ama bir kez kulağımı küzü oldu. Kazaplık kıvatamda bir ekileceğim. Yanım barkalava kaçkayım ben bir şey geldim. To'g'ri. Bundan kökemini qısınız bize. Kökemini kazaplık diye getirmez makıp benim. Qarang, muavin baş direktor Rayangul. O'zingizni tutib olamsiz. Egri bir bo'laylik. Qanday bo'lsin bulamamdı. Ya bo'ldi. Qanday bo'lsin? Siz şu şirkatga kelgan xaridor mushtamavil qilamsiz. Siz mulozimat kasbida o'qiganmi, o'qimaganmi? O'qimasam qanaqa maqsadingiz? Qanday qilsam qilgan, o'qitib qo'ymay o'zim apirib. Voy. Maqram. Yangi berim bo'lmasa 3 soat dars o'tib qo'yay. Voy. O'zingiz Siz parangiz. Ma'qul. Men qarang. Ras bizning marka, shundami? Shunday. Ichimlik haqiqatan bizniki shundami? Sizlarning ichimligim. Biz manda qilaylik. Hozir bosh direktor yo'q, tanga. Bosh direktor kelsin. Biz bu ishni obdan maslahatlashib, biz ashu vakolatchini chaqirib kelib, so'zlish bo'lgandan keyin sizga rozi bo'lgudek javob beramiz. Agar rozi ashna bo'lib qolsa, siz xotirjam bo'ling. Sizning butun chiqim tatgan ziyningizni biz shirkatdan to'lab beramiz. What? Nima what? What sizga kechkicha. Qaranglar, bo'ldi. What ne sizlar demanglar menda. Ya to'xtab bir gaplarni aldirib devatman bo'lammi mejit direktor? Agar masala bizdan chiqmagan bo'lsa-chi. Qarang, muavin. Ya demakchi o'g'lim, o'chaq ziyanni biz endi to'lab beramiz. Nima davatsiz? Mesel sizlerin çıkmağa olsam bir iki sıra olup kaldım mı? Mesel üzerinde çıkamaz bir iki kendine musunuz mu? Nasıl kemisin zamanında? Mesel sizlerden çıkartırsa? Meselden bizde çıktı mı çıkmadı mı biz tek bu işte iniqlaymiz. Eniqlağla, ottan eniqlağla. Eniqlısın da geldim. Adet soluk sıfatımız ekilip gelip Soluk sıfatımız ekilip güzel sıkıntım. Vay, oldu kılınlar sizin bir gap işi sıkıntım elde etkiniz. Bu sıkıntımlar bize. Vay. Qarang, muavin baş direktor Rayangul. Siz mi hem işte ufkumen degandek sözünü qilib ma'qulmi? Bu şirket bunda ishlarni biz hal qilib boqqan. O bir ishkunda siz og'ri shirkat bunga maslahat bilib ketmaydi. Mayli men og'ri olmay, hozir bu apamdek aniq isbotlab berildi. Demak shu do'konni olibdi. Demak shu mas'uliyat bizniki. Uni kelgandan keyin biz vakolatni chaqirish kerak. Andan keyin biz buni o'rtaq bir taraf qilamiz. Bizdan o'zimizni bitimini qanday degan qamlashma. Nima bo'lsinlar? Keyin chiqib olgansiz o'tirgan. Shunaqa qapolmay. Hozir qaytqachdisingiz. Baş direktor kelgandan keyin biz muzokiralashib, cho'qim siz rozi o'g'idek javob qaytaramiz. Bo'ldi. Qaytaran. Ben yaxshi qilaman. Xotirjam tutingizni. Saqash to'may. Xo'sh. Xotirjam bo'ling. Ma'qul, men endi ma'qul, siz rozi o'g'idek javob beramiz. Muavin baş direktor Rayhangul chet elda turgan siz. Qazziq gap qoldi-da. Qazziq gapkanda. Hey. Baza olduğu şirket demez mi? Baza. Ben nim degen bu çataq nereden çıktı deb bereyim o. Eliq çağdı kelgan eliqi Qasım nima deylik laqimi. Şununla avgirlashqandan keyin chiqqan çataq mı o? Rasa Qasım zilva satqan bo'lsa, u mol nag'nag'andi. Voy deydi o eli babay. O'sha kimni do'qon? Hay tutturunglar. Fazlıkam o'zi. Ha baş direktor o'zi qotirab yurib bergan-ku bu ishni. Ömrü yüzügü söptüldüğün. Nimde söptüldü deyimiz vaqt kelganda bu muzokiralashib, iniq bir taraf qilmasa olmaydi. Ishqilib bizning ma shirkat yaqinning yog'i yomon bek qalaymi qalish ketib bordi. Halokat girdovga berib qolmasa bo'ladi-ku. Hamsi o'zim o'xshaymi? O'xshaysiz. To'g'ri.
Ben bu işni obdan maslahatlashib, obdan muzokara qilib, iliqi Qosim deganinglarni chaqirib ekansa, aniq bo'ladi buni. Ha, albatta sizlar bo'ldi. Qarab turinglar. Biz direktorsiz aralashmam bu ishlarga. Ma'qul. Biz shu rahbarlar qatimdagilar bu ishlarni bir taraf qilib, aniqlaymiz bu ishni. Raz. Yomon o'rinliqga qildingizmi, muavin bosh direktor Rayhongul? Sizlar rahbarlar qatlimi yaxshi muzokara qilmasanglar olmaydi. Lekin men bir narsani aytib qo'yay. Vat. Kendikilik. Sanjid. Hey, Mishka. Lekin bu odam rostla qonunning oldiga berib qolganmiz. Bizlar shirkatning yuzga ham, fabrikaning yuzga ham. Dimon, qonunning oldiga? Ha? Qaysi qonunning oldiga? Səmi bir kalınlarını silikibdi, kep kalınlarını silikibdi. Bu saxtım ama. Bir xeyriyden kepla, pıslık okat silikibdi. Bizim şirket ezelini saxtı mal işlep çıkargan emez, ben işlep çıkamaydım. Oy, ben saxtı mal işlep çıkardım. Baldı kırgına, rehberler katlımı bilen talaşlar çıkmaydı ya. Bunda mal, bizim mesleğimizde mesleğe inatmamı uçak. Soğuka bizimizin, oturulan oldu. Ha, oldu biz orada kızımsınlar. Lekin ben koyayım, katını ekesek, ben degen de ki buladı bu iş. Bunu hatırlayacağım bulup opta iştanlar. Bak biz ne yok karanlar. Bir astay değil, iş tutunlar bir işlerga bir adam. Boldu. Muavin baş direktör Rayhongul çarpıp kettiniz. Aram Ya fakat astaylık yok mu ma şirkette? Drastaysiz. Astaylık. Hazır baş direktör kelse,